kreditlarimiz, bizga ko'mak kreditlarimiz 12 milyon, 5 milliongacha bo'lgan kreditlarimiz 25%dan beradi. Mahalla loyihasidan 25%dan beradi. Mana muhtaram prezidentimiz yig'ilishidan keyin ayollarimizga 2% tushirilib, 23%dan kredit beriladi. Ayollarimizga imtiyoz berildi. Tadbirkorlik qilaman, qanaqadir shirinlik, qanaqadir non-sexlar ochib ishlayman deyotgan bo'lsa, mahallalarda, qishloqlarda shu ishlarni qilamiz deyotgan bo'lsa, biz naqd pulda kredit beramiz. Ayollarga 23%dan o'zi band qilib beradi. Tartibini bu yerda mana o'zimiz Sherzod aka va mutaxassis Daston bor. Bilmaganlar telefon raqamlarini beradi. Hamsayorga, aholi mahallalarga borib shu narsani agar tadbirkorlik qilaman deb yuribdi, lekin qo'lida puli yo'q. Rossiyaga kelgan, chetdan qaytib kelgan, o'zimizda ham 12 ta mahallada agentlarimiz, mahalla banklarimiz ishlayapti. Baribir ham 277 ming rayonda aholi bo'layotganmiz, uni qamrab ololmaymiz. Sizlarda shu iltimos bo'ladi. Shu hamsiyatda oyim qarindoshlar bo'ladi. Tadbirkorlik qilaman lekin qo'lida puli yo'q. Qandaydir biznes rejasi bor. Qandaydir tadbirkorlik qilaman lekin puli yo'q. Buni keyin biz 5 yilgacha imtiyoz davr bilan ayol kishi bo'layotgan 23%dan, yigitlar bo'layotgan 25%dan kreditlarimiz bor. Naqd pulda